Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari, mini traktor ishqibozlari, aka-ukalar. Magazinimizga yangi 1.60 lik katta mini traktorlarimizga tushadigan jatkalarimiz kelgan. Video obzorini qilib beraman. Videoni boshlashdan oldin manzilimizni aytib o'tamiz. Manzilimiz Toshkentdan Vodiyga kiraverishda, o'ng qo'ldagi magazin. Xo'p, Sadoqat svetoforga yetmasdan. Xo'p, bunimiz 1.60 lik, ko'rib turibsizlar, 5 qatorli mini jatkamiz, ya'ni pichog'i 1,5 metrli 1,5 metr chiqadi. Yonidagi pichog'i 1,20 lik. Buni vazifasi yonidagi chigal bo'lgan o'tlarni urib ketadi, jatka o'ng tarafga chiqarib ketadi. O'ng tarafga aylantirib, taxlab berib, chiqarib, bir qator qilib ketadi. Xo'p, bunimizda tepasidagi sepi 1,62 metrli bo'lgan payalarda, shipirgilarni bemalol o'rish uchun moslashilgan, qo'yilgan. Buni olib tashlasalaring, pastdagi xohlagan o'tlaringni o'rib ishlataverasizlar. Bunimizda o'rishiga garantiya beramiz, 6 oy o'rishiga garantiya beriladi, xohlovchilarga 1 yil ham garantiya beraveramiz. Xo'p, bunimizda orqa tomoniga o'tadigan bo'lsak, seplarni ko'rib turibsizlar. Mana bu bilan 4 qator bo'ladi. Pastida jatkani o'zida 3 qatorli sepi bo'ladi. Xo'p, bunimizda bonusiga insholari, silindrlari, shlang bilan hamma yo'qlarini qo'shib beriladi. Bemalol ishlatishga tayyor holatda qilib qo'yiladi. Bunimizga oshiqcha zapchas, boshqa narsa sarflamaysizlar. Hamma narsasi ichida beriladi. Xohlagan, misol uchun 28 traktorlarga 2 portion, 3 portion, 4 portionli traktor bemalol moslasalaring bo'laveradi. Hozir uni moslashni ham aytib o'taman. Buni qanday moslanadi deydiganlarga, bunimizda orqasida mana qishloq xo'jaligi bor. Bu qishloq xo'jaligidan silindrdan traktorda orqasidagi qishloq xo'jaligidan taydan o'tiladi. Hozir mana 11.35 traktorimiz bor. Shundan tushuntirib ko'rsataman. Bunimizda mana orqasidagi qishloq xo'jaligini ko'rib turibsizlar. Mana orqasidagi qishloq xo'jaligidan mana bu yerga reduktor moslanadi va taydan o'tib ketadi. Traktorda taydan o'tib, mana bu oldiga silindr qo'yiladi. Jatkani ushlab turadigan mana bu 4 ta silindr boltkaka orqali qotiriladi va shu orqadan vomdan o'tib, buni qishloq xo'jaligiga keladi. Va orqasidagi shlang ulaydigan, yog' keladigan joyi bor. Shu orqali traktorda inshosiga moslanib, ko'tarib tushiraveradi. To'g'ri ko'tarib tushiradi. Bemalol o'rishiga garantiya, chaynab qo'ymaydi. Aboroti, traktorda aboroti 750 ga 550, 500 lik aborotlarga bemalol moslangan, jatka chidamli. 2025-yilda ishlab chiqarilgan yangi jatkamiz. Yig'ib, mana tayyor holatga keltirib qo'ydik. Kimga qiziq bo'ladigan bo'lsa, videoni taydagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Dastavka xizmati bor. Narxini aytaman, 15 million 500 ming so'mni qilib beraman. Murojaat qilaverasizlar.